Aidex dublash kanali taqdim etadi. Maroqli tomosha tilaymiz. Men ilk YouTube afsonasini bu kubga yig'dim va shu kubdan kim oxirgi bo'lib chiqib ketsa obunachi uchun 1 million dollarni qo'lga kiritadi. Bu afsonalar YouTube'ni hozirgi holatiga olib kelgan. Tarixdagi eski videolarning ba'zilari shu odamlarga tegishli va ularning bari birinchi marta yuzma-yuz ko'rishyapti. Obunachilarga 1 million dollarni yutib olish uchun. Men o'zimni katta uchrashuvda turgandek his qilyapman. Sizlar bilgan shu Speed YouTube'ni Kay bilan teng vaqtda boshlagan, ya'ni 10 yil oldin. 5 yil oldin. 17 yoshimda mening notebookim bo'lardi va men YouTube'da faqatgina shu odamlarga obuna bo'lganman. Bular haqiqiy afsona. Kichik YouTuber bo'lgan paytlarim Face'ga qo'shilishni orzu qilardim. U hozir sumkamda. Hozir qo'shilishim mumkinmi? O'sha vaqtlarda siz ovqat yeydigan kanallar bo'yicha 5-o'rinda turar edingiz. Men xuddi juda qattiq yiqilgan qutiga o'xshayman. Unday emas, hech qachon. Fred YouTube tarixidagi birinchi 1 million obunachiga erishgan odam. Bu Fred, agarda hech kim obunachini qaytarib olmagan bo'lsa, demak ular millionga loyiq. Hozirgi odamlarning ko'p qismi Fortnite videolarini tomosha qiladi. Biz esa ilgari Call of Duty videolarini tomosha qilardik. Buni esa Ryan birinchilardan bo'lib boshlab bergan. Bu Chet va YouTube asoschilaridan biri. Men bundan afsonaviyroq narsani ko'rmaganman. Men YouTube sahnasini yaratgandim, ular esa olib tashlashdi. Agarda bu ijodkorlar bo'lmaganda men hozirgi holatimga erisha olmagandim. Men 500 million obunachiga erishganimni nishonlash uchun men bu insonlarni chaqirishga qaror qildim. Agarda siz YouTube'ni yaratmagan bo'lganingizda men Walmartda ishlayotgan bo'lardim. Kelinglar, birinchi o'yinni boshlaymiz. Polni alishtiring. Ko'rib turganingizdek bu yerda 5 ta Lamborghini bor va ulardan 4 ta soxta, bittasi haqiqiy. Sizlar o'zingiz haqiqiy deb o'ylagan Lamborghini'ni qatoriga turishingiz kerak. Ular boshlab yuborishdi. Men hali gapimni tugatganim yo'q edi. Qatorni tanlashda e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agar siz xato qatorni tanlasangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Yigitlar, menimcha 5-tortga o'xshayapti. Men 3-chisini tanlayman. Menimcha 3-tortga o'xshayapti. Do'stim, men xato nima qilishni bilmayapman. 4-chi, menimcha u tort. 2-chisi. Yo'q, aniq 5-chi. Nima uchun aynan 3-chi? Shunisi deb o'ylayman. U tortga o'xshamayaptimi? Yo'q, lekin nega bunday deding? To'xta, axir buning iloji yo'q-ku. Iloji bor. Jimmy, menda Lamborghini bor, lekin uni ayta olmayman. Kim Lamborghini'ni topgan bo'lsa ham u professional. To'g'risini aytsam, men mashinalar va Lamborghini haqida hech narsani bilmayman, lekin ikkinchisi juda ham mazali ko'rinyapti. Bilmadim, u ham ikkinchi mashinani tortyapti. Bu esa meni juda ham tashvishga solyapti. Anig'ini bilmayman, lekin bunisini oynalari boshqalarga qaraganda yaltiramayapti. Bu tortga o'xshayaptimi? Bundan tashqari barchasi. Bir o'yinchi oldini kuzatish uchun o'z joyini vaqtinchalik tark etdi. Ikkinchi o'yinchi esa buni payqab qolib, vaqtdan unumli foydalangan holda o'z joyini alishtirib oldi. U siz bilan joyini alishtirib oldi. Bunday qilganingga ishona olmayapman. Shundan so'ng ba'zi o'yinchilar o'zini joyini almashtirishga qaror qilishdi. Men endi aniq tortdan qutuldim. Va yana bir o'yinchi o'z joyini alishtirdi. Hamma sizig'ini tanlab bo'ldimi? Baribir bir sig'i yo'q bo'ladi. Mayli, hozir endi qaysi jamoa o'yindan chetlanishini ko'rib chiqamiz. Menimcha ikkinchisi. Yo'q, u emas. O'zi qaysi biri? Ulardan qaysi biri? Bu aniq 4-chi emas, menimcha ikkinchisi. Yo'q. U ezilishni boshladi. Yo'q. Biz uddaladik. Yo'q. Biz mag'lub bo'lishimizni bilardim, lekin men bu yerda qoldim. Yutqazdim, lekin bu mazali ko'rinyapti. Yo'q. Barchangiz o'yindan chetlashtirildingiz. Yo'q. Endi esa biz barcha tirik qolgan ishtirokchilar bilan keyingi o'yinni boshlaymiz. Polni alishtiring. Endi sizlarning barchangiz bir jamoasiz. Biz hozir ko'pchilik o'ynagan va juda ham qiziqarli bo'lgan o'yinni o'ynaymiz. Kimdadir taxmin bormi? Taxminimcha bu chelak. Kulmaslik sinovi. O'yinni olib keling. Bu o'yinni juda ham ko'plab YouTuberlar o'ynay olmaydi. Butulkani qayta tushirish. Men buni yaxshi uddalayman. YouTube tarixidagi eng katta trendlardan biri. Mushugim ham bu o'yinni o'ynaydi. Demak, siz ham qila olasiz. U yerda sharmandalikdan o'lmasangiz yaxshi bo'lardi. Sizni butulkani qayta tushirish videoingiz milliarddan ortiq tomosha qilingan. Shuning uchun qanday maslahat berasiz? Shishani iloji boricha ko'proq havoda aylantiringlar. O'yinning qoidalari juda ham oddiy. Jamoangizdan bir kishi keladi, shishani ag'daradi va joyiga qaytadi. Lekin o'yinimizda faqatgina 3 ta jamoa g'olib bo'ladi. 4-chi jamoa esa o'yindan chetlashtiriladi. Shu sababli hamma o'z jamoasi uchun harakat qilishlari kerak. Doim shunday. Qani unda o'yinni boshladik. Roman. Robin, shoshmasdan ehtiyotkorlik bilan harakat qil. Ajoyib. Uddalading.
Har bir jamoadan bittadan ishtirokchi chiqyapti va ularning barchasi muvaffaqiyatga erishyapti. Olg'a Casey. Casey, seni vlog videolaring menga ilhom bergan. Jimmy, sen meni chalg'ityapsan. Sen meni bolaligimdek qahramonim eding va sen hozir nega bu idishni ag'dara olmayapsan? Uddalading. Bo'la qol. Oz qoldi. Shunday qilib olovrang jamoa yetakchilik qilyapti. Biz o'rta maktabda o'qiyotgan paytimizda Epic Rap Battles'ga juda ham ko'p borar edik. Qiyin bo'lgandi. Ajoyib. O'g'i. Hammangizga juda ham oz qoldi. Bu Vans oldilar o'yin o'ynardi. Hozir esa qo'shiq aytadi. Qo'shig'ingizni aytsam maylimi? Bemalol. Musiqalardan birortasini qo'ying. Yaqin qoldi. Uddalaysan. Ular hozir juda ham qattiq qiynalishyapti. Buni uddalaysan. Harakat qil. Uddalaysan. Ozgina. Ko'proq aylantir. Buni bajar. Oz qoldi. Nihoyat. Bu rostdan ham sizni stressga tushirib qo'ya oladi. Harakat qil. Ko'k jamoa, sizlarning barchangiz oxirgi o'rindasiz. Olg'a, sen uddalaysan. Uddalading. Olovrang jamoa g'alabaga eng yaqini. Sizlarni barchangiz bu bosqichni o'tdingiz. Axir o'tish pastasi. Olovrang jamoa birinchi. Endi esa faqatgina ikkita jamoa keyingi bosqichga yo'l oladi. O'ylashimcha bu ikki jamoa yashil va pushti rangli jamoalar bo'ladi. Sen yaxshimisan? Ana, yaxshimisan? Yaxshiman. Agarda biror nima kerak bo'lsa menga murojaat qil. Jamoalarning imkoni tenglashmoqda. Tezroq harakat qilmasang bo'lmaydi, unda yutqizamiz. Ko'proq aylantir. Yetarlicha aylantira olmayapsan. Oz qoldi. Faqatgina bitta qoldi. Bu yangiliklarni yetkazishdan da qiyinroqmi? Ha. Uchta rang ham yaqin. Aylantir. Ko'proq. U tushirib yubordi. Olg'a, David. Oxirgisi qoldi, oxirgisi. Uddaladik. Faqat bitta jamoa keyingi bosqichga yo'l oladi. Yaxshi, bitta qoldi. Tushirsangiz jamoangiz g'olib bo'ladi. Men buni yaxshi uddalayman. Xo'sh. Yo'q. Uddaladik. Epladik. Men hammangizni ko'rib katta bo'lganman. Shuning uchun sizlarning yutqazishingiz meni xafa qiladi. College. Mayli, lekin biz bunga tayyormasdik. Hamma bor kuchini sarfladi. Lekin men hattoki butulkani uloqtirganim ham yo'q. Yo'q. Men hammangizni ko'rib katta bo'lganman. Bu achinarli. Men barchangizga obuna bo'lganman 10 yil davomida. Yo'q, Fuzi, sizsiz kim hazil qiladi?